Ruday ko'chasidan 4 xonali hamma mebel jihozlari bilan kvartiramiz sotilyapti. 99 kvadrat bo'lyapti. Bizlar hozir mehmonxona turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona bo'lyapti. Mebellar qo'yilgan, konditsioneri bor, bu tomonda televizor qilingan, mehmonxonamiz studiyniy variant bo'lyapti va bu tomonda bizlarda oshxona bo'lyapti, рабочая zona. Oshxonaga ham ahamiyat bering. Hamma mebel texnikalari под zakaz importni bo'lyapti. Kvartiramizda kadastri bor, bir kunda ishlab qilib olishingiz mumkin. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattagina bu yerda ham kerakli hamma mebel texnikalari o'rnatilgan, to konditsionergacha bor. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasida ham mebel texnikalari o'rnatilgan, konditsioneri bor. Dual konturli kachol o'rnatilgan, cho'pil pol qilingan do'stlar. Kvartiramizda ikkita razreli sanuzel tushgan. Mana bu yer bizlarda yana bitta bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bu yerda ham kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. 3-qavatda bo'lyapti. Kadastri bor. Qaytarib o'taman. Mana bu yer birinchi sanuzel bo'lyapti. Domimiz 7 qavatli bo'lyapti. Liftli domda. Bu yer ikkinchi sanuzel. Mana bu yerda yana qo'shimcha dushovaya va vanna joylashgan. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda aytsangiz bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.